Homiladorlarim. Homiladorlarim to'g'risini aytinglarchi, qaranglar mana. Bir o'g'il, bir qizlari bor, ikkita egizaklari bor. Yana egizaklarni o'zimiz ko'rganmiz. Egizaklarimiz 9 oylik. Kesarva bo'lib tuqqanlar. Va endi homilador bo'lib qoldi degan tushunasizlar, sizlarda ham shunaqa bo'lib qoladi-ku. Bo'lib qoldi. Endi bizda umumiy 3 ta qizimiz bor, bitta o'g'limiz bor. Yaqinda kesarva bo'lganmiz. Ayolni o'zi ham charchagan egizaklarga qarab. Va biza 12 haftaligimiz. Qani oyijonlar, maslahat beringlarchi. Agar o'g'il bo'lsa tug'moqchiman, qiz bo'lsa oldirmoqchiman, Zulayho deyaptilar. Tug'sinlarmi, yo'qmi? Agar sizlar ham shunaqa sharoitda, holatda bo'lsanglar, tug'armidinglar, yo'qmi deylar, shuni aytinglar. Keyin 8 haftalikda pulini aniqlasa bo'ladi, 3 kunda javobini chiqarib beradi. Bu so'zni aytishim ham to'g'ri, o'zi noto'g'ri, lekin umumiy qilib